Amerikadagi ijtimoiy aloqa supsi Facebookning xizmatchilari davlat qo'llagan Xitoy tashkilotlari tomonidan bu munbarda e'lon qilingan Uyg'urlar va Sharqi Turkistondagi boshqa musulmonlarning bayashotligini ko'rsatgan e'lonlardan bezor bo'lgan. Balkochsi gazetasining Facebook xizmatchilarini asos qilgan xabarlarida xizmatchilarning ichki xat aloqasi va uchrashishlarida Xitoy tashkilotlarining Facebookni davlat tashviqotida ishlatishdan andisha qiladiganligi bayon qilingan. Xabarda aytilishicha, Xitoy hukumati bilan Facebook 2009-yildan boshlab bir-birini cheklagan bo'lsa-mu, ammo Facebookning Xitoydagi raqamlik e'lon kirimi har yili 5 milliard dollardan oshadi. Facebook yaqinda 24 mart Xitoy xakerlarining soxta hisoblar bilan tor hujumi qilib, Uyg'ur faoliyatchilar, jurnalistlar va chet ellarda yashaydigan o'qituvchilarga josuslik qilganligini oshkorlagan edi. Türkiye puhrası bolğan Uyghur savdogar Mehmet Ali Qashqarlining 17 mart Feyzavotdagi Qalğaç bining turmisida maxfiy sotlanganligi va 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi o'tirg'a chiqdi. Erkin Asiya radiosi erishgan atalmış Uyghur Avtonom rayonluq yuqori sotning hukmida bayon qilinishicha, Mehmet Ali Qashqarli 2017-yili atalmış terrorlikqa yordam berish jinoyatiga chetilib, 2017-yili 4-oyning 24-kuni tutilganligi va 2018-yili 7-oyda 15 yillik kesilganligi qayd qilingan. Hükümnamada deyilishicha, Mehmet Ali Qashqarliga 15 yillik qamoq jazosi berilgan va 74 million yuanlik mol-mulki musodir qilinishga buyurilgan. Ma'lum bo'lishicha, Turkiyaning Xitoydagi elchixonasi Mehmet Ali Qashqarlining turmida maxfiy sotlanganligini radioda bu haqda xabar berilgandan keyin uqqan. Onun Türkiye'de yaşayotgan inisi Ahmet Qashqarlining aytishicha, tijorat bilan shug'ullanadigan Mehmet Ali Qashqarli siyosiy ishlarga aralashib qolishdan ehtiyot qilib kelgan bo'lib, doirlar uning Turkiyadagi inisi bilan bo'lgan aloqasi sababli uningga terrorlik qalbga kiydirgan. Hindiston Xitoyning Himalaya tog'idagi chegara mojarosi yuz bergan Ladakh rayonining sharqidan askar chekintirishni tezlatishga chaqirdi. Hindiston Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Arin Nambaqchi bayonotida mundaq dedi: Hindiston Xitoy tarafning rayondagi askar chekintirishni balduroq tamomlashini umid qiladi. Baxchi buning rayonda tinchlik va xotirjamlik o'rnatish va ikki taraflik munosabatni ilgari surishga foydali ekanligini bayon qildi. Birinci ayda ikki davlatning harbiy vakillar o'miki o'tirsidagi 9-qatimliq suhbatda chegaradan askar chekindirish, vaziyatni kontrol qilish va Ladakh rayonining sharqidagi rayonni muqimlashtirish uchun unumli tirishchanlik ko'rsatish qaror qilingan. Amerikada bir kishi mashinasini haydab parlament binosining oldidagi to'siqlarni besib o'tgan. Vaqada hujum qilguvchi va bir soqchi hayotidan ayrilgan, bir soqchi yaralangan. 6 yanvar Amerikaning poytaxti Washingtondagi parlament binosi hujumga uchragandan keyin ogohlantirish signali yana bir qatim ko'tarildi. Qurultay binosiga yaqin joyda miltiq ovozi anglangandan keyin bexatarlik sababidan binoga kirish-chiqish to'xtatilganligi e'lon qilindi. Keyin ma'lum bo'lishicha, bir kishi mashinani binoning shimolidagi darvoza oldidagi mashina kirish eg'izidagi to'siq oldida ikki soqchiga qarab haydagan. Şahitlardan erishgan tunji uchurlarga qaraganda, mashinaning shoferi soqchilarga usgandan keyin mashinadan tushib, atrofdagi kishilarga pichoq bilan hujum qilgan. Soqchilar hujum qilguvchiga qaratib o'q chiqargan. Hujum qilguvchini bo'ysundirish jarayonida hujumchi va ikki soqchi yaralangan. Tayvanning sharqidagi Hualien rayonida poyezdning relsidan chiqib ketishi natijasida 51 odam qazo qilgan, 146 odam yaralangan. Tayvan markaziy axborot agentligining xabariga qaraganda, taxminan 488 yo'lovchi o'ltirgan 8 vagonliq poyezd Hualien rayonidagi Chenshui tunneliga kirmoqchi bo'lganda, relsga yaqin atrofda to'xtatib qo'yilgan va noma'lum sabablar bilan rels ustiga seyrilib tushgan kranga so'qilgan. Aldınғы 5 vagon soqilish sababidan kontrolliqidan chiqib ketgan poyezd taq liniyalik temir yo'l tunnelining temiga soqilib to'xtab qolgan. Poyezdning 4 va 5 vagonlari og'ir ziyonga uchirgan bo'lib, o't o'chiruvchilar va izlash qutqizish guruhlari naq maydonga avatilgan. Shu yer vaqti 2 aprel 9:20da yuz bergan hodisada 51 kishining qazo qilganligi, 146 kishining yaralanganligi aniqlandi.
Kran şoförünün qo'l tormozi tortmaganligidan gumon qilinganligini e'lon qilgan doiralar bu hodisaning yaqinqi 70 yildan buyon Tayvanda yuz bergan eng og'ir poyezd voqeasi ekanligini bayon qilgan.